Arab oilalari o'z farzandlariga qanday tarbiya berishini bilarmidingiz? Farzandlaringiz muvaffaqiyatli bo'lsin desangiz, siz ham xuddi shunday qilishingiz kerak. Farzandingiz 5 yoshga kirganda unga haqiqiy pul ishlaydigan ish bering. Kiyimlarini taxlash, xonani tozalash, axlat to'kish va hokazo. Har hafta $5 dan unga haq to'lang. Eng qiziq joyi endi keladi. Ko'p ota-onalar shu joyiga e'tibor qilishmaydi. Diqqat bilan eshiting. Farzandingiz ishlagan maoshini 3 ta har xil konvertga yig'sin. $1 shunga ketadi. Har oy oxirida bu pul ehsonga ishlatiladi. Ikkinchi konvert bu o'zi uchun. $2 ni shunga yig'adi. Oyning oxirida bunda yig'ilgan pulni o'zi istagan narsalariga ishlatishi mumkin. Uchinchi konvert sarmoyalar uchun. Bu eng asosiy joyi. $2 ni bunga yig'sin. Bu konvertga o'zingizdan har hafta $1 dan qo'shib boring. Bu usul farzandingizga uxlayotganda ham pul kelishi mumkinligini o'rgatadi. Arablarda bola tarbiyasida bu eng asosiy qoidalar sanaladi. Farzandingiz 10 yoshga kirganda nafaqat pul topishni, balki ehson qilishni, o'zi uchun ham yashashni va pulni ko'paytirishni o'rganishga ulguradi. 40 yoshga kirgan kattalar bu qoidalarni hali ham tushunmay pulni ketidan quvib yurgan bir pallada sizning farzandingiz allaqachon oldinda bo'ladi. Farzandi bor yaqinlaringizga maslahatlarimni yetkazib qo'ying. Shayx barakaga obuna bo'ling va barakali boylik sirlarini o'rganib boring.